2017-yildan 2024-yilgacha juda qiynalib keldim 7 yil mobaynida. Men shunday qaror qildimki, 2024-yil iyul oyida professor Atilla Yilmazga Turkiyaga, Istanbulga operatsiya qildirishni qaror qildim. 2024-yil operatsiya qildirgandan ancha menga qulayliklar bo'ldi. Operatsiya qildirmasdan oldin qo'llarim ishlamay qoldi, oyoqlarim ishlamay, dori ichdim. Dori ichsam 1 soat ta'sir qiladi, yana ta'sir ketadi. Operatsiyadan keyin ancha qulayliklar bo'ldi. O'zim qo'l oyog'im ishlaydigan bo'ldi, yuradigan bo'ldim, o'zim eplaydigan bo'ldim. Yaxshi, ancha natijalar bo'ldi, yaxshi. 80% yaxshilandim men. Yani nima desam bo'ladi? Operatsiya ancha qulayliklar bor ekan, men o'yladim 30% yordam bersa, haqiqatda operatsiya 80% yordam beradi. Dorilar ham ta'sir qilmay qoladi. O'zim operatsiya dorilar ta'sir qilib ichyapman, lekin dori icharkansiz. Yaxshi yuribman, yaxshiman, Xudoga shukr.